Assalomu alaykum solihonajonlarim, opa-singillarim, qadrli kuzatuvchilarim, sog' salomatmisizlar? Sizlarga salomatlik tilagan holda bugungi video boshlayman. Bugun lavash tayyorladim. Mini lavash, bodring hamda pomidorni videoda ko'rsatilgandek qilib somoncha to'g'rab olasizlar hamda ko'k piyoz, ukrop qo'shib olamiz. Kashnchili bo'lsa, uni ham to'g'rab solsanglar mazali bo'ladi. Hamda qovurilgan qiymamizni sovuramiz. 200 gram qiyma edi menda. Siram sovuramiz. Juda ham mazali va cho'zilib chiqadi. Sirim ham 150-200 gramlar atrofida edi. Tabga qarab tuz solib, yaxshilab masalliqlarimizni aralashtirib olamiz. Nachinkasi pishgan, ko'rib turganinglardek. 2-3 osh qoshiqda mayonez sovarsangiz, sochni bo'ladi lavashchalarimiz. Lavash xamirini men 6 qismga bo'lib oldim. Bitta xamirni orasiga oz-ozdan nachinka solib, shunga qovurib oldim. Shu o'rinda yana aytaman, somsa xamirini o'rgating deb ko'pchiliginglar yozgan ekansizlar. Inshaalloh bugungi rolikimda ko'rsatib o'taman. Ko'pchiliginglar menimcha tayyorlab sotmoqchi bo'lsanglar kerak. Bu juda ham xursandman. Siz bizani ruhlantirdingiz, motivatsiya berdingiz deb yozibsizlar. Men juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga foydam tegayotgandan. Rizq Allohdan. Yana ba'zi bir kommentariylarda sirini bekityapsiz, o'rgatmayapsiz, o'rgataman deb yozilgan ekan. Men o'rgatishdan hech ham qo'rqmayman. Shunchaki meni vaqtim bo'lmayotdi. Videolarim shunchaki qisqa qilib olyotgandim. Qo'shimchalarim bor edi. Yana bu yerda zakazlarim ko'payib ketgani uchun hech ham somsani xamirini boshdan oxirigacha video olib montaj qilishga vaqtim bo'lmayotdi. Rizq Allohdan. Alloh ham aytadi-ku, o'zingda bor ilmni ulashgin deb. Inshaalloh sekin-sekin ulashaman. Bemalol sizlar yana nima video so'rayotgan bo'lsanglar, o'rganish bo'lsanglar kommentariyada yozaveringlar. Albatta vaqt soati kelganda o'rgataman. Napoleon ham so'ragan ekansizlar. Napoleon videosi bor edi menda, lekin mualliflik huquqiga ko'ra ularning ovozlari o'chib qo'yilgan. Men hammasini retseptlar bilan qoldirganman. Xudo xolasa yana Napoleon pishirganimda yoki kotletlar qilganimda to'liq retseptini ko'rsatishga harakat qilaman. Agar mana shu Napoleonni yaqin orada qila olmasam, hayitga qilganimni videoga ola olmasam, o'sha eski videoni olib qaytadan montaj qilib sizlar uchun qo'yib yuboraman. Baribir nima deydi? O'rgatganim o'zimga foyda bo'ladi. Baribir ajr savobi ko'p bo'ladi-ku. Men shu ma'noda, maqsadda sizlarga o'rgatib qilmoqman. Mana endi somsamizni xamirini qilib olamiz. 1 kilo un, 200 gram sariyog'. Sariyog' o'zingizlarning xohishingizga qarab 82% donna sariyog'i bo'ladimi, semutrami, o'zingizlarning sharoitingizga qarab qilasizlar. Men asosan lekin baravar mol yog'i qo'shaman. Misol uchun 200 gram sariyog' bo'lsa, 200 gram mol yog'i qo'shaman. 100 gramiga mol yog'i qo'shib, 100 gramiga sariyog' qo'shsam ham bo'ladi. O'sha keragiga qarab qo'shsanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Bu o'zingizlarning ixtiyoringizda, xohlamasanglar qo'shmaysizlar. Yarim litr suvga 1 osh qoshiqda tuz solib, nomakob suv tayyorlab olganman. Tuzli suvimizni, tuzni qoshiqni to'ldirib uyib solmaysizlar. Sila solsanglar ham bo'ladi, chunki tuz ham somsani xamirini qotirib qo'yadi. Ko'pchiliginglar somsamiz pishgandan keyin qotib qolyapti degan ekansizlar. Shu o'rinda aytib ketaman. Suvini ham birdaniga quyib yubormaymiz.
mo'ljallab qarab qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi biroz tindirib qo'yamiz. Shu o'rinda sizlarga yana bitta maslahat: somsani tinish jarayonida 2-3 marta mushlasanglar, qumoq-qumog'i qolib ichida havosi qolmaydi. Juda ham chiroyli xamir bo'ladi. Yoyilishida ham oson va chiroyli bo'ladi. Strech ustidan sochiq ham yopib qo'yamiz. Yaxshilab tinib, xamirimiz qazib qolmasligi uchun. Xamirimiz tindi. Endi chiroyli qilib xamirimizni ochib yoyib olamiz. Xamir chetlarini bir tekisda bosishimiz kerak. Bir yog'i qalin, bir yog'i yupqa bo'lsa, yoyilganda ham qalin yupqa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ochayotganda yaxshilab ahamiyat beringlar. Bitta joyi semiz, bitta joyi ozg'in bo'lib qolmasin. Iloji boricha xamirimizni bir tekisda ochib chiqamiz. Xamirni qancha ko'p ochib ishlov bersak, shuncha yaxshi. Saryog'imizni eritib olamiz. Saryog'imizni past qilib eritsak, uni hamma suvlari chiqib ketadi. Margarin bo'ladimi, saryog' bo'ladimi, past qilib eritib, mana suvlari chiqyapti. Suvlari chiqib ketishi kerak. Agar shunday eritib qo'ysanglar, suvi qoladi, xamiringlar bo'kib qoladi. Keyin uni xamir ochayotganingizda yoki xamiringlar kichkinaroq bo'lgan paytida unlab yoysanglar bo'ladi, lekin xamir tayyor bo'lib yetilib qolganda juda ko'p unlab olmaysizlar. Un somsani qizartirmaydi hamda qotib qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Xamirim katta bo'lgani uchun men taxlab yoyapman. Stolimga ham, oqlovimga ham sig'maydi. Sizlar 1 kilo undan emas, o'zingizga yetarli undan tayyorlasanglar bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan yoyib olamiz. Endi bitta ochib ham yoyib olamiz. Un qolish kerak emas xamirda. Xamirlarimiz tayyor bo'ldi. Uni stolga taxlab yoyib qo'ydim. Endi saryog'imizni surib olamiz. Chiroyli qilib zich qilib o'rab olamiz. Oyimli aytadilar, mana shu xamir boshlanishi somsani o'rtasi bo'ladi. Agar shu joyi chiroyli chiqsa, somsalarni qavati va ro'lari juda ham chiroyli chiqadi deb aytadilar. Xamirlarni o'rab oldim. O'zingizga bo'lsa 1 soat, 2 soat davomida tindirib, xolodilnikda o'ralgandan keyin somsa qilsanglar, yog'lari shimilib, yana ham yaxshi bo'ladi. Agar zakazga qildirmoqchi bo'lsanglar, xohlasanglar zuvalacha qilib kesib ham qilib beramiz. Yoki o'zingizga ham shunaqa zuvalacha qilib saqlasanglar bo'ladi. Iftorlik uchun og'izda eriydigan juda ham yumshoqqina pirog tayyorlaymiz. To'liq retseptini video oxirida qoldiraman. Juda ham mazali bo'ladi. Yeyishli, og'izda eriydigan sutli pirog. Tuxumimizga shakar solib aralashtirib olamiz. Mikser yordamida.
Tuxum bilan shakar yaxshilab aralashib ketish kerak. Oppoq bo'lib ko'pirish kerak tuxum bilan shakarimizni. Sut qo'shib olamiz aralashmamizga. O'simlik yog'ini qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Razlixitel, vanilin solamiz va un solib aralashtiramiz. Sizlarga kattakon rahmat etaman, tashakkur etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni qo'llab-quvvatlab yozibsizlar. Kommentariyalar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'ydim ancha ko'tarildi. Juda ham kayfiyatim ko'tarildi. Meni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun rahmat deb qolaman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimo bor bo'linglar. Boringlarga shukr. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Menga ketkazib videolarimni ko'rayotgan vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Unimizni birsida aralashtirib olganimizdan keyin mikser yordamida yana aralashtiramiz. Bu xamirimizni yana ham mayin va mazali bo'lib pishishiga yordam beradi. Qolipimiz razmeri shu o'zimizni osh suzadigan laganimiz bo'ladi, obichniy. O'sha laganni standartniy razmerida katta emas qolipim, lekin juda ham barakali va mazali chiqadi bu pirogimiz. Pechilani yoki nima desa bo'ladi, gazlarni listiga qo'yib yubormanglar, chunki bo'yi ham past bo'lib qoladi. Bo'yi past bo'lgandan keyin pirog ham singib pishadi, yumshoq bo'lmay qoladi. Shuning uchun sizlarga razmerini aytib o'tyapman. Shunga o'xshagan qolipinglar bo'lsa, o'shanda pishirsanglar, bo'yi ham baland chiqadi, yumshoq pishadi. Pirogimiz pishib chiqdi. Endi ustiga saharniy pudra sepib olamiz. Juda ham mayin pirog bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, ishonchli retsept. Yana qanaqa videolar ko'rgili kelayotgan bo'lsa yoki meni retsepti kerak bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Inshaalloh o'z vaqti bilan tayyorlab sizlarga ko'rsataman videolarimni. Juda ham yumshoq, mo'maqqina pirog bo'lgan. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Juda ham mazali pirog. Istasanglar saharniy pudrani o'rniga sgushonka yoki shokolad quyib yuborsanglar ham bo'ladi ustiga. Xayr, salomat bo'linglar, yoqimli ishtaha.